nimadir kelyapti. Biz to'xtata olmaydigan juda katta xavf. Bugungi kunning oxiriga borib, aqlga sig'mas bir qaror ro'parasida qolamiz. O'z vaqtida qancha buyuk jangchilar bilan birga turganman. Hatto hammaning kuchidan ham ustunroq edilar. Lekin hammasi o'ldi. Ular to'qnash kelgan tahdidlar hozirgisini oldida hech narsa emasdi. Ularning qurbonliklari behuda ketishi mumkin. Agar hozir birlashmasak, o'rtadagi arzimagan ginalaringizni bir chetga suring. Faqat bir narsani bilingki, agar u kelsa, barcha yaqinlarimizdan ayrilishimiz mumkin. Aytganlarimni yodda tuting. Bizga haqiqiy mo'jiza kerak bo'ladi. Hoy, og'ayni. Buni iloji yo'q.